Qishloqilar, o'shaning uchun sizlar bu qishloqni tark etishingiz kerak. Nima? Nima bo'pti? O kapot! Nima bu narsa? Nima bu? Bu judayam gigantskiy kislota. Nima kislota? Qayerdan bu kislota o'zi paydo bo'pti? Buni biz geolog bilan keyin gaplashib olamiz. O'shaning uchun sizlar bu hozir qishloqni tark etishingiz kerak. Yo'q, bizning qishloqimiz bu. Yo'q, kapot nima qilamiz endi? Bizning qishloqimiz uni tark etamiz bu qishloqni. Bu judayam xavfli. Bu yerda hozir nafas olish ham judayam xavfli bo'lishi mumkin. O'shaning uchun sizlar tezroq tark etishingiz kerak. O kapot. O'zi mer qani, mer qani? Mer ketgan-ku uchrashuvga prezident bilan. Yo'q, nima qilamiz endi? Bizning qishloq qayerda yotamiz endi, qayerda yashaymiz? Bilmadim-u, lekin bilmadim. Qani ko'rlichinmi ekan u? Ey, tezroq tushing bu yoqqa. O't judayam xavfli. Sizlarga 10 daqiqa vaqt beraman. Narsalarni yig'ishtirib ketinglar. Mana kostyumlarni kiyib olsanglar bo'ladi. Xo'p, mayli 10 daqiqa yetsa kerak. Bo'pti qishloqlar, davay tezroq narsalarni yig'ishtirib ketamiz endi. Ketgim kelmayapti kapot, lekin men olim bo'lib yetolmayman. Bu havo juda ham xavfli. To'g'ri, politsiyaga ham aytishyapti-yu. Davay tezroq narsalarni yig'ishtiringlar, keyin ketinglar 10 daqiqa. Sizlar yaqinda qaytasizlar bu qishloqqa. Biz tozalab bo'lganimizdan keyin, lekin hech kim bilmaydi qachon qaytishinglarni. Bo'lmasa men kostyum kiyib olaman. Hammaga salom do'stlar. Meni otim Kompot. Yangi joyimga xush kelibsizlar. Mana ko'ryapsizlarmi? Men kostyum kiyib oldim. Ana ko'ryapsizlar, kislota bo'lib yotibdi hamma yoq. Bilmayman nima bu yer tagidan chiqyapti, deyapti geolog bilan narsa gaplashib olar ekan. Hozir hammasini tozalashadi. O'shanda biz qaytamiz. Hech kim bilmaydi qachon qaytishimizni. Даже ular ham bilmaydi. Hamma kostyumda turibdi. Shuning uchun 10 daqiqa berilgan bizga hamma narsalarni yig'ishtirib ketishimizga. Juda ham afsusdaman, lekin men kechagina meni oyligim tushdi. Mana 2,5 stak oyligim. Qishloqqa ham jalka. Mayli, ketish kerak endi, ketish kerak, o'zi ketish kerak. Bo'lmasam ketdim, qishloqlarning oldiga borib nima qilishayotgan ekan. Mani uyim. Mayli, men 1 oy ketmayapman, 2 oyga men kunga ketyapman-u. Lekin kim bilsin. Mayli, qishloqlar sizlar narsalarni yig'ishtiringlarmi? Biz hamma narsalarni yig'ishtirib oldik. Kostyum yechib bersanglar iltimos. Xo'p, yechib beraman. Mana yechib berdim. Davay, bo'pti. Shu qishloqni endi tark etsanglar bo'ladi. Biz hamma narsalarni tozalab, senga o'zimiz telefon qilamiz. Ketim kelmayapti kapot. Men ketim kelmayapti bu qishloqimizdan. Ketish kerak ekanda qishloqlar. Mana shu ketim kelmayapti. Mana shu qolgim kelyapti. Mer ham ketib qopti. Mayli, ketdik tezroq ostanovkaga, bo'lmasam o'sha shaharga yetib olamiz. Saqaqqa borishni bilasanmi kapot? Qayerda yashashimizni? Taxminan boru mehmonxonada yashab turamiz. Bo'pti, ketdik, bo'lmasam mehmonxonada o'sha yerda joy topib yashayveramiz. O'sha yerda taxminan shaharga boramiz. Hozir ostanovka birinchi bo'lib boramiz. Ketdik qishloqlar, bo'lmasam hozir ostanovkaga tezroq borishimiz kerak ekan, shaharga yetib olishimiz kerak. Juda ham afsusdaman. 13-chi qishloqi yo'q. Kapot, hozir yig'lab olaman-u men ketib kelmayapti bu qishloqdan. Qolinglar iltimos. O'zi aytib turibdi-yu, havo juda ham xavfli. Mana shu kislotani tozalashadi. Kelamiz. Uncha ko'pga cho'zilib ketmasa kerak. Butun kunga ketmaymiz, butun yil ketmaymiz-u. Men ham ketim kelmayapti-yu, lekin ketish kerak. Mayli, shaharda balki nimadir o'ylab toparmiz. Mayli, 13-chi qishloq, seni tark etaman. Ketdik, bo'lmasam juda ham men afsusdaman. Oy, qishloqlar. Kapot, bu yerda nima yog'ib bo'lyaptimi endi? Pojar bo'layotgan ekan bu yerda. Qayerda yashaymiz? Mana shu mehmonxonada turishimizni o'ylab turdim o'zim. Mana shu mehmonxona yaxshi edi, arzonroq edi. Endi nima qilamiz kapot? Qishloqimiz unaqa bo'lyapti. Bu yerda mehmonxona bunaqa bo'lyapti. Mayli, shaharda ko'p mehmonxona bo'ladi. Shuning uchun ketdik boshqa mehmonxonaga. Axir bizda pul yo'q kapot. Menda izn o'tlar bor. Shuning uchun kecha menga oylik tushdi. O'zi nechtasizlar sizlar? 20 ta.
Как ras bizada bitta xona qoluvdi. O'sha yerda yashab tursanglar bo'ladi. Qancha turadi o'sha yerda yashab turish? 2 stak izumrud. Nima? 2 stak izumrud namuncha qimmat. Mayli ko'rib chiqsa bo'ladimi? Ha, albatta ko'rib chiqinglar, yoqsa qolasizlar o'sha yerda. Bo'pti, biza ko'rib chiqaylik, bo'lmasam 2 stak olmas, slishkom qimmat-ku. Bo'pti, ko'rib chiqinglar, ko'p qolib ketmanglar. Keyin menga aytasizlar, qolasizlarmi yo'qmi? Ketdik qishloqni ko'rib chiqaylik. Kapot namuncha qamoqxonada zo'rg'a ham o'tdi, judayam qimmat. Qamoqxonada degan ovqat berishadi даже. To'g'ri aytasan, bu yerda qolish vashcha kerak emas. Kapot bu yerda yashamayman lekin man. Ketdik, bizga yoqmadi. Ketdik, davay qishloqqa boshqa mehmonxona qidiramiz. Namuncha qimmat, 2 stak olmas tursa endi bittagachaga. Ha, mayli boshqa mehmonxonalar ham bordir, mayli ketdik. Sizlarga mehmonxona kerakmi? Ketdik ketimdan. Nima bu? Kim bu? Ketdik, mayli mehmonxona. Men mehmonxonani egasiman. Ketdik, tezroq ketdim-da. Men sizlarga, menga izumrud beringlar, izumrud. Nimaga izumrud berishimiz kerak? Ha, mehmonxonaga izumrud kerak-ku. Menga izumrud bersanglar, sizlarga joy topib beraman mehmonxonamni o'zimman. Kapot beramizmi bizda boshqa tanlov yo'q lekin berish kerak kapot. Qanaqadir g'alatiga o'xshyapti lekin. Izumrud beringmikin? Ha, beringlar, men sizlarga mehmonxonada zo'r joy topib beraman. Sizlarga skidka 1,5 stak olmas. Mana oling, mayli tezroq keling. Bo'pti, ketimdan ketmanglar, mana shu turib turinglar, hozir kelaman men. Kapot qaytib kelmaydi deb o'ylayapman endi. Qayerga ketdi o'zi? Shu mehmonxonami? Bizani aldab ketishdi qishloqqa. Aytdim-ku sizlarga aldab keladi deb. Nima? Sen aytding, bizlar boshqa tanlov yo'q, izumrud bergin deb. Bilmadim. Bizani aldab ketishi shu katta shaharda endi nima qilamiz? Kapot ko'chada uxlaymizmi endi biza? Ketdik bu yerdan. Qishloqlar nimaga shu izumrud berdim, mayli. Endi shu ko'chada yashaymizmi? Birinchi bo'lib ovqatlanib olishimiz kerak. Shuning uchun sizlarga zo'r bozorga olib keldim. Arzon narsalar bo'lishi kerak. Bo'pti, ketdik, bo'lmasam bozorga. Qorninglar ochib ketgandir. Ha, juda qornimiz ochib ketdi. Keyin yotoqxona qidirishimiz kerak. To'g'ri aytasan, birinchi bo'lib qornini to'ydirib olish kerak. Bizda ozgincha izumrud bor. Bu bozor arzon tursa kerak, lekin shaharda bu. Ketdik. Ana kartoshka bilan sabzi. Как раз kerak edi. Bizani qishloqdagi narsalar yo'q, yeymiz davay. Ketdik bu yerdan. Nima? O'ynashyaptimi ular? 40 ta izumrud. Tayyor narsalar bor ekan. 90 ta izumrud. Ketdik bu yerdan. Kerak emas bunaqa bozor bizga. Kapot qornimizni ham ochib ketdi bizani. Meni ham qornim ochib ketdi. Nima qilamiz endi? Bu shaharda juda ham narsalar qimmat bo'lsa. Qishloqlar. Mana shu yerda uxlaymizmi? Bo'stonga uxlash qilib turib, yotoqxonaga borish kerak edi. Pulimiz yo'q-ku bizani. Mana shu uxlaymiz endi, nima qilamiz? Mayli kapot bo'lgani bo'ldi. Tezroq tozalab olishdi o'sha qishloqimizni bizani. Ha, to'g'ri aytasan. Xo'p, endi mana shu ism olamiz. Ovqat ham bugunga yo'q. Ertaga nimadir o'ylab topamiz ovqatni. Mayli, bo'lgani bo'ldi. To'xtanglar, menga telefon bo'lyapti. Roman Kompot, sizlar qishlog'inglarga qaytsanglar bo'ladi, bemalol kelaveringlar. Nima? Kapot nima deyapti? Kim bu? Kim telefon qildi? Hozir to'xtab turinglar. Nima deysizlar? Politsiyskiy? Ha, biza hamma narsalarni tozalab bo'ldik. Shuning uchun sizlar qishlog'inglar qaytsanglar bo'ladi. Endi bu qishloq unaqa xavfsiz emas ekan, tez tozalab bo'ldik. Ketdik qishloqlar, ura! Rahmat sizlarga politsiyskiy, kattakon sizlarga rahmat. Ha, bu bizani vazifamiz. Sizlarga ham rahmat kutganinglar uchun. Kapot, men juda ham xursandman. Наконец-то bizni qishlog'imizga qaytdik, ura! Juda xursandman men. Mana do'stlar, biz bir kun shaharda ham yashab ko'rdik. Shaharda juda ham narsalar qimmat ekan. Endi biz qishlog'imizga ham qaytdik. Ana qishlog'imiz babi qishlog'imiz-da, babi zo'r-da o'zimizni qishlog'imiz. Mana shu yerda kislota bo'ldi, lekin hozir ishni bo'lmagandek turibdi. Hamma geologlar, politsiyskilar zo'r qilib qo'yibdi hamma narsani. Naqadar xursandman. Mana biz bir kun shaharda yashab ko'rdik. Qishloq babi o'zimiz joyimizda.
bo'pti, like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga xayr do'stlar, sog' bo'linglar.